Xavotirlanma. Sen uchun javobgarlikni zimmamga olaman. Menga javobgarligingiz kerak emas. Unda nima istaysan? Senga istagan narsani berishim mumkin. Hisobni to'lang. 67602. Menga pul kerak. 67602. Qarang, hatto tiyinigacha sanabdi. Mana bu yerda 100 ming. Xiaobaoni davolash uchun pulim bor. Rahmat xo'jayin, juda ham saxiysiz. Xo'jayin, kecha-kechasi siz va yordamchi unga faqat pul kerakmi? Nahotki uni yuragida men puldan kamroq ahamiyatga ega bo'lsam? Darvoqe, o'g'lining ahvoli yaxshimi? kasalxonaga borgandim. Uning o'g'li allaqachon u yerdan chiqarilgan. Ya, janob rais, boshingiz og'rimayaptimi? Jim gapirma. To'ng'ich nevaram bilan gaplashyapman. Nima? Buning iloji bormi? Unda Lu oilasini qoni oqadi. O'rtamizda kvanchigalligi bor. Bu nima? Ay, tegma. Bu to'ng'ich nevaram. Jim. Qarayapman. To'ng'ich nevaram. To'ng'ich nevara? To'ng'ich nevaram u juda nozikda. Nima deyishardi? Nihoyatda kelishgan. Gaplarimni eslab qol. Aytish mumkinki, to'ng'ich nevaram barcha fazilatlarimni mukammal ravishda meros qilib olgan. Nima, ishonmayapsanmi? Qara. Qara. Buni siz chizdingizmi? Bu odamni o'zi. Bu axir San Mao-ku. O'zing San Mao-san. Hech nimani tushunmaysan. Asosiysi men tushunsam bo'ldi. Doktor, Yucheni bugun chiqarishganda uning onasi sizga rahmat aytishimni so'raganda. Ha, yaxshi, tushundim. Kim? Yuchen.